Davom etamiz. Oshxonalarda zamonaviy idish yuvish vositalaridan foydalanish odatga aylangan. Ulardan to'g'ri foydalanmaslik oqibati inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirishi, hattoki onkologik kasalliklarni keltirib chiqarish mumkinligi haqida eshitganmisiz? Ushbu kimyoviy vositalar bilan yuvilgan idish tovoqni kamida 70 marotaba chayqash zarurligi haqida turli tavsiyalar beriladi. Xo'sh, bugun unga qanchalik amal qilinmoqda? Muxbirimiz ayni mavzu bo'yicha reportaj tayyorlagan. Yaxshi yuvilmasligi yoki o'shalarning qolib ketishi oqibatida surunkali zaharlanish yuz beradi. Unaqa bir kam uchraydigan kasallik deya olmaymiz. O'ziga yarasha ko'p uchraydigan kasallardan hisoblanadi. Idish yuvish gellari asosan kimyoviy moddalardan tayyorlanadi. Uning xavfliligi ham shunda aslida. Bu ta'rifni berishimizga ham sabablar ko'p. Asosan shu turdagi vositalarda idish yuvganda ular kamida 30 soniya davomida oqib turgan qaynoq suvda chayilmasa, idish yuzasida qolgan gel sizning oshqozoningizga tushadi. Ko'pchilik bu ishni 15 soniyada bitirib qo'yish ham hech kimga sir emas. Bu asosan ovqatlanish shoxobchalari hamda restoranlarda kuzatiladi. Ammo tejab qolingan ma'lum bir soniyalar inson organizmida quyidagi oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Maddoxonalarda yoki o'sha kafe, restoranlarda idishlarning yaxshi yuvilmaganligi sababli o'sha gellarning qoldig'i qolishi bu oshqozon ichak traktiga ovqat bilan birga kirish oqibatida bemorlarda oshqozon ichak kasalliklari, gastrit, kolit, allergik kasalliklar, teri kasalliklari, ekzema, psoriaz, nafas yo'llari kasalliklari, bronxialniy astma yoki har xil astmatik bronxitlar rivojlanishiga olib keladi. Shu tarzda inson bir yilda o'zi bilmagan holda kamida 250 gram, ya'ni 1 stakan gelni yeb qo'yishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan unda oshqozon ichak, onkologik, hattoki nafas yo'llari kasalliklari paydo bo'ladi. Ayniqsa bolalarda bu tezda ko'rinadi. Endi esa mavzuni boshqa tomoniga e'tibor qaratmoqchimiz. Kimyoviy gellardan foydalanib idish yuvgan ayollarda teri kasalliklari kelib chiqadi. Ularning orasida davolash qiyin va ko'p vaqt talab qiladiganlari borligi aytilmoqda. Ayollarimiz idish tovoqlar yuvganda endi kontaktni allergiya birinchi bosqichda oddiy kontaktni allergiya dermatit rivojlanib boradi. Keyin sekin bu ham monovalent deymiz, ya'ni bir mahsulotga nisbatan sizlar allergiya boshlanadi. Va undan keyin yillar davomida sekin bu sensibilizatsiya, ya'ni sezuvchanligi oshish hisobiga u polivalent уже ekzema rivojlanishi mumkin. Ekzemamiz bu bilamizki, bu terini nisbatan og'ir kasalligi va surunkali kasallik hisoblanadi. Bunaqangi bemorlarimiz uzoq vaqt davolanib yurishadi. Unda idishlarimizni qanday vositalarda yuvaylik deyishingiz mumkin. Ilmiy tadqiqotlar idish yuvish gellarining ta'sirini o'rganadi. Bu vositalardan to'g'ri foydalanilganda ular hech qanday salbiy oqibatlarni keltirib chiqarmaydi. Bunga esa quyidagilar kiradi. Idishni tozalashdan oldin undagi ovqat qoldiqlarini yaxshilab qirib tashlash. Maxsus yuvish vositasi yordamida uni yuvish. Suv harorati kamida 45 gradus bo'lishi kerak. 2 daqiqa davomida dezinfeksiyalash. Bunda suv harorati 77 gradusdan kam bo'lmasligi zarur. Shundan so'ng idishlarni havoda quritish tavsiya etiladi. Har doimgidek sochiqda artib tashlash tavsiya etilmaydi. Hamma o'z sog'ligi uchun javobgar. Ba'zi hollarda boshqalarniki uchun ham. Aslida ushbu ishni amalga oshirayotganda yuqorida aytib o'tilgan qoidalarga amal qilinsa, inson uchun hech qanday xavf tug'dirmaydi.